Salom alaykum. Bu Chevrolet avtosaloni ukam. Ochiqligiga xursand bo'laver. Kobaltga keluvdim. Ha, o'zi shartnomani talashib hovliqib zo'rg'a olgansan. Navbating kelishini kutib kelding. Bolangni tug'ilishini ham uncha kutmagan bo'lsang kerak. Yana hurmat xohlaysan. Uyini kalitini tashlab mashinani olib ketaver. Nega? Chunki endi uying Cobalt. Uyingni qo'ng'irog'i esa uyingdagilar taksi chaqirishganda ko'rishadi endi seni. Assalomu alaykum. Ha, qora jentriga keluvdi. Ha, katta bolaning mashinasigami? Uka, turganimga kichkina ko'ryapmanmi? Yo. Katta bola ekansiz, aylanib ketay. O'zingizlar yasab olgan imij uchun $2000 qo'shimcha to'lab olib ketavering. Mana bu bir bonusga. Bu kerak emas. Keting aka. Tushunmadim. Ha, Damasga keldingizmi? Buni gaplashgunimizcha ishlatib tursangiz bo'lardi. Damas haydaganda yechib olaverardingiz. Bo'lmasa pastdan kelayotgan issiqqa pishib qoladi deyishadi-da. De. Meksikaligimda. O, yana bitta omil. Qo'l qo'y. Bunaqa fikrlashga yetarli. Mana bo'ldi, o'z xohishing bo'yicha. O'lib ketsang bizga e'tiroz yo'q. Xo'jayin, nimaga o'ylanib qoldingiz? Ajoyib damlar esimga tushdi. Odamlarda tanlash huquqi bo'lmagan paytlarni esladim.